Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Adrian Zeniz Xitoyning Uyg'urlarning ko'payishini planli holda cheklayotganligini yana bir qatam oshkorladi. Xitoyda ko'mmi qo'noq bahasi 4 yildan buyongi eng yuqori nuqtaga yetdi. Amerika qatorliq 32 davlat bola tushirishni cheklash uchun Janva o'rtaq tonish xitobnomasini imzoladi. O'zbekiston o'zligini saqlash uchun Kiril ilifbasidan Latin ilifbasiga ko'chmoqchi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Bu yil iyun oyida Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz homildorlikdan saqlanish, majburiy tug'ut cheklash, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini kontrol qilish harakati nomli bir hujjatli dokument e'lon qilib, Sharq Turkistondagi tug'ut nisbati va nopozning tabiiy ko'payish nisbatining shiddatli holda tuvanliganligini, jumladan Xitoyning Uyg'urlar qaratgan nopoz cheklash harakatining lager qurilgan mazgillarda texnik avjiga chiqqanligini oshkorlagan. Adrian Zeniz dokumentida Xitoy Kompartiyasi va ba'zi yerlik hukumatlar o'z e'lon qilgan hujjatlar va statistikalarga asoslanib, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar o'ltiraqlashgan joylarning hammasida nopozning tabiiy ish nisbatining 2014-yildagi 15% dan 2018-yildagi 4% ga yetmaydigan saviyaga tushganligi. 2019-yil Sharq Turkistonning janubidagi 3 viloyat bir oblastda tug'ut yashidagi ayollarning kam deganda 80% ga uzuk selib homildorlikdan saqlanish tadbiri e'linganligi. 2017-yildan burun Xitoydagi tug'ish nisbati yuqori rayon bo'lsa-mu, 2017-yildan boshlab Xitoydagi tug'ish nisbati eng tuvan rayonga aylanganligini oshkorlagan. Ayni chog'da bu dokument Uyg'urlar qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligining dastlabki isbotlari sifatida xalqaro zo'r inkas qo'zg'agan. Adrian Zenizning aytishicha, Sharq Turkistondagi bu yaqinqi bir qancha yildagi tug'ilish va tabiiy nopozning ish sur'atining tuvanlishi shahar markazida emas, balki yezilarda yuz bergan bo'lib, bu Xitoy ilgari surgandek zamonaviylikning oz tug'ishning sababi emasligini aniq tushuntirib berdi ekan. Xitoy hukumati yuqoridagidek paketlar asosida Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida dokument tayyorlayotgan tadqiqotchilarni va axborot organlarining xizmatini rad qilishni izchil davomlashtirmoqda. Reutersning xabaridan qaraganda, Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian 16-sentabr kuni Amerikaning nopozliq jurnallaridan Iqtisodshunos jurnal e'lon qilgan Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholagan vaqoni rad qilib, bu jurnalni tanqid qilgan. Iqtisodshunos jurnali Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyat qilayotganligi haqidagi yakunni tadqiqotchi Adrian Zeniz ta'minlagan po'latdek faktlarga tayanib turib chiqargan. Amerika Xitoy savdo urushi, Xitoy virusi, tayfun bo'roni, chekatga va tabiiy ofatning ta'sirida Xitoy bozoridagi ko'mir qo'noqning bahasi shiddat bilan o'rlab, o'rtacha bahasi o'tgan 4 yilning eng yuqori chekiga yetgan. Ko'mir qo'noq bahasining o'sishi bir qator zanjirsimon inkoslarni keltirib chiqargan. 22 oktyabr kuni Xitoy davlat taratqular markaz televiziya stansiyasining xabari qaraganda, oldingi yillarda dehqonlar odatda tergan ochliqni belgilangan ochliq setib olish o'rinlariga olib setish belgilangan ekan. Ammo bu yil ahvol o'xshamagan. Bu yil terilgan ochliqlarni setib oluvchilar bas-basdan bevosita etizdan o'tkazib olgan. Xitoyda ochliq bozorini talashib, ochliq vositachilari va savdogarlardan boshqa bir qism cho'ng ochliq setib olish shirkatlari ochliq yig'ish uchun ko'mir qo'noqning bahasini ko'p qatim o'stirgan. Ochliq setib olish shirkatining mas'ul kishining bildirishicha, navbatdagi kundalik setib olish miqdori taxminan 15 ming tonna bo'lib, normal yillarga solishtirganda yarimiga to'g'ri keldi ekan. Xitoy yem-xeshak sanoat uchur to'g'ri e'lon qilgan sonliq ma'lumotga qaraganda, 16 oktyabrda Xitoy davlat ichidagi ko'mir qo'noqning bahasi davomli o'rilib, har bir tonnaning o'rtacha bahasi 2387 yuan xalq puli bo'lib, oldingi kundagidan 9 yuan o'rilgan. Ko'mir qo'noq Xitoyning asosiy yemaklik ziroati bo'lib qolmay, yana boqimchilik yem-xeshaklarining asosli xam ashyolarining biri. Shunga ko'mir qo'noq bahasining o'sishi yem-xeshak bahasining o'sishini ilgari surgan. Sentabr oyida ko'mir qo'noqning xam ashyo sifatida bahasi bo'ltirga o'xshash mazgildagidan 7% dan ko'proq o'sgan. Uningdan boshqa kraxmal, sport qatorliq to'van yaqindagi ko'mir qo'noq pishiqlab ishlash mahsulotlarining bahasi shiddat bilan o'sib, ko'mir qo'noq sportining bahasi o'xshash mazgildagidan 22% dan ko'proq o'sgan. Buningdan boshqa Xitoyda ko'mir qo'noq bahasining o'sishi Xitoy Amerika savdo urushidan keyin Amerika purchoq importining tuvanlishi bilan munosabatli deb qaralgan. Amerika dunyodagi eng chong purchoq ishlab chiqaruvchi bo'lish sifati bilan Amerikadagi purchoq dehqonlari Xitoy Kompartiyasining o'chilish nishoniga aylangan. Purchoq muhim yem-xeshak beqindisi bo'lib, Xitoydagi purchoq bilan ta'minlashning oziyishi o'rniga ko'mir qo'noq saqlangan. Shuning bilan ko'mir qo'noqqa bo'lgan ehtiyojning eshishi bahona o'stirgan. Ko'mir qo'noq Xitoyning boqimchilik kasbi uchun nihoyat muhim bo'lg'achqa, allaqachon Amerikaning ko'mir qo'noq importini oshiryotdi. Chunki Amerika Xitoy savdo urushi, Xitoy virusi, tayfun bo'roni, chekatga va tabiiy ofatning ta'sirida Xitoy yaqin yillardan buyongi tunji ko'mir qo'noq yetishmasligiga duch kelgan.
Amerika Ezigilik Ministerligi oldingi oyda Xitoy setib oluvchilarning 660 ming tonna Amerika purchiqi buyurtganligi, Amerikalik shaxsiy eksportchilar Xitoyga 101.600 tonna ko'mir sotganligi 2020-yildan 2021-yilgacha yetkazilganligi xabar qilingan. oktyabr kuni 32 davlat hayotlikni qo'g'dash va bola tushirishni cheklashni maqsad qilgan jan va o'rtaq tonish xitobnomasini imzoladi. Amerika Davlat ishlari kotibi Pompeo, Sahiyya ministri Hazard va nurg'un davlat ministrlari jan va o'rtaq tonish xitobnomasining to'g'rida imzo qo'yish marosimida qatnashdi. Hozir bu xitobnomaning 32 hamkorlashuvchisi bor bo'lib, Braziliya, Indoneziya, Vengriya va Amerikani o'z ichiga olgan 5 davlat birlikda o'tirib qo'ygan. Amerika Sahiyya ministri Alex Azar jan va o'rtaq tonish xitobnomasi bir tarixiy hujjat bo'lib, buningda bir davlat bo'lish sifati bilan ayollarning salomatligi va oilasini qo'llaydiganligi, turmush hurmat qiladiganligi va davlatning egilik huquqini qo'llaydiganligi aniq yozilgan. Biz shuni aniq aytamizki, bola tushirish xalqaro kishilik huquq tavalligiga kirmaydi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo bu hayotlikni qo'g'dash uchun tunji qitim ko'p tarafli ittifoqdoshning qurilishi, hozirgi hukumatda Amerika bosh topshiruvchilarining pulining hargizmi shu chet eldagi ommaviy tashkilotlarga berilmaydiganligini, ular planliq tug'ut usuli sifatida bola tushirishni tashabbus qilgan va yo'l qo'ygan degan. Jan va o'rtaq tonish xitobnomasining maqsadi bo'lsa, ayollarning sog'lomligini ilgari surish, kishilik hayotni qo'g'dash va oilani kuchaytirish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti organlarining bola tushirishni asosiy kishilik huquq deb qaraydiganligiga qarshi turishdan iborat. 2018-yili Amerika bu organning kishilik huquqni unumli qo'g'dayanmaganligi uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komitetidan chekinib chiqqan. Bu yil fevral oyida Amerika 26 davlat bilan rasmiy xalqaro diniy erkinlik ittifoqligi qurgan. Mutaxassislarning qarashicha, jan va o'rtaq tonish xitobnomasining imzolanishi Amerikaning kishilik huquq sohasida davomli xalqaro rahbarlik rolini o'ynaydiganligini ko'rsatib berdi degan. oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning kiril tilidan latin tili omumyuzlik o'tishini tezlatish, hukumat amaldorlaridan 2021-yil 4-oydan burun O'zbekiston bilim guvohnomasi olishni talab qilib, hukumatni 3 oy ichida xizmat guruhi qurib, prezident hukumatiga latin alifbasini asos qilgan o'zbek alifbasiga to'liq o'tish uchun tafsiliy plan topshirishga, 2030-yilga borganda 80% yaslining o'zbekcha so'zlashilganligini, o'zbek ona tilida o'qitishni oshirishni maqsad qilganligini o'tirib qo'ygan. O'zbekiston 1920-yillarning oxirigacha arab yozig'ini qo'llangan bo'lib, keyin latin yoziqiga turk tillarini texmo bak latinlashtirishning bir qismi sifatida almashtirgan. Sobiq Sovet ittifoqi 1940-yili kiril tilini kirgizgan. 90-yillarning beshida yangi mustaqil bo'lgan O'zbekiston latin yoziqiga o'tishga boshlagan, ammo kiril tili yanada keng qo'llanib kelgan. O'zbekiston va Qozog'istonda latin yoziqiga o'tish harakati O'rta Osiyo davlatlarini rus tilining ta'siridan yiroqlashtirib, kuchlik milliy kimligini taraqqiy qildirish uchun Toshkent shtatlik universitetiga bir xizmat guruhi 2019-yili latin alifbasiga asosan yangilangan O'zbekning oxirgi loyihasini o'tirib qo'ygan. Qozog'istonda bo'lsa sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 2017-yili latin yozig'i qo'llanishga buyurgan. Erkin Yevropa radiosining xabarida sobiq Sovet ittifoqi davridagi turk tillarining kiril tiliga o'tishi O'rta Osiyo davlatlari bilan Ozarbayjonni Turkiyadan yiroqlashtirish uchun yo'l qo'yilgan bo'lib, Turkiya g'arblashish harakatining bir qismi sifatida 1920-yillarda Paris arab yozig'ini latin yozig'iga o'zgartgan. Turk tillari orasidagi arab yoziqidan yiroqlashish Turkiya va musulmon O'rta Osiyo davlatlarini islom dunyosidan yiroqlashtirish uchun loyihalangan. Turk tilidagi arab yoziqidan voz kechishning maqsadi Turkiya va O'rta Osiyodagi musulmon davlatlarini islom dunyosidan yiroqlashtirishdan iborat. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.